Nimani? Qayerda u? Ha, hozir qayerga keldingiz? Ha, men bo'lmasa ana bu chak post bor edi-ku. Shundan o'tdim. Bo'lmasa bir shera bitonga tushasiz-ku. Bitonga tushgan paytda telefonlashuvni qilaylik. Qarang, mening mashinam uzoqdan tanisangiz bo'ladi. Men sizni tanabilimman-da. Ha, bagajim bor-ku. Shunday qilib, podpischiklarim, mana ishga ketamiz yo'llik. Yo'l bo'yi sayohat qilib, manzaralarni tomosha qilib, ketganga nima yetsin, ha? Manzarani qaranglar, manzarani. Oqlar. Ana Surxondaryoga ham kirib kelamiz. Aslida ishga salomat bo'lsak, ishlarni boshlab olamiz. Kuzatishga davom etinglar. Nasib bo'lsa yana sizlarga foydali bo'lgan video ma'lumotlar Avtokran haqida sizlarni nima qiziqtiradigan savollaringiz bor, yozib ketinglar. Like, podpiskani ayamanglar. Harakat qilaman yaxshi ma'lumotlarni, foydali ma'lumotlarni berishga. Ana yomg'ir ham yog'ishni boshladi. Yomg'ir quyib yubordi. Endi yomg'irli manzarani tomosha qilib ketamiz sizlar bilan. Nasib bo'lsa, manzarani qaranglar. Yomg'irli havocha bir mazada yomg'irli havoga aylanish, ha. Yomg'irni yaxshi ko'rayotganlar bo'lma, bitta like bosib ketinglar. Ishga ham borib qoldik. Ishxonamizga. Bugun sayohatimiz ana shu edi. Hammaga omad, charchamanglar. Like podpiskani bosinglar. Sizlarga foydali ma'lumot ulashishga to'xtamayman. Sog' bo'linglar.